Chilonzorda 3 xona razdinli uyimiz sotuvga chiqyapti. 64 kvadrat, narxini videoni oxirida aytaman. Bunaqa uy uncha-munchaga sotuvga chiqmaydi do'stlar. Remontiga alohida e'tibor beringlar. High-tech usulida qurilgan birinchi ditsk xonadan obzor qilishni boshlaymiz. Ditsk xonasi ham kattagina do'stlar, ko'rishingiz mumkin. Bu yoqda esa spalni. Juda mehribonlar remont qilib qurishgan ekan. Spalni shkoflari, hamma narsasi bor. Spalni xonasi ham kattagina, oynalarigacha qo'yib qo'yishgan. Bu yoqda esa zalimiz joylashgan. Zalga e'tibor berasizlar do'stlar. O'zini yumshoq mebel, stullari, portretlar alohida tema. Televizor, hamma jihozlari mavjud. Kuxnyani bitta ko'rib chiqamiz, xo'p. Kuxnyada hamma narsasi bor, sterilniy, xolodilnik, hamma narsasi mavjud do'stlar. Endi esa sanuzellarini bitta obzorini qo'ramiz. Do'stlar, sanuzilni ham daj razdilni ko'rib turishingiz mumkin. Bu yoqda hojatxonalari. Do'stlar, mana 3-etajda joylashgan 64 kvadrat, narxi $78,000. Bizning kanal nomidan chiqsanglar, обязательно skidka bo'ladi. Срочный sotiladi. Uy juda ham high-tech remontda qurilgan, ko'rishingiz mumkin. Hamma narsasi mavjud. Prosta kelib yashaydigan joyi. Xohlasanglar bu uyni shundoq olib, kamida $700 ga arendaga berib qo'ysanglar bo'ladi do'stlar. Wow, uy like bosishga arziydi. Obuna bo'lib qo'ying, kommentda o'zlaring fikrlaring qoldiringlar. Yana yozinglar, qanaqa uylarni olib chiqaylik, qanaqa uylar qiziqtiradi. Hamma uylar mavjud bizda.